Вообще ekan bor-ku. Tushmasam bo'lmaydi. Umrbod yechmayman xavfsizlik kamarini, ishoninglar. Sal boshqacha bo'lar ekan bu. Uyg'ondim, suv beringlar. Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi syomka jarayonimiz nooddiy tarzda bo'lib o'tadi. Ayni paytda biz Toshkent avtovokzaliga tashrif buyurdik. Fuqarolarimiz xavfsizligini o'ylagan holatda simulyator olib kelishgan. Ya'ni bu simulyator nima? Chiqamizmi? Ko'p ichiga o'tiramiz hozir. Endi bilmayman nima bo'lishini, kuzatinglar, davom etdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bobrak yaxshimisiz? Charchamaysiz? Rahmat Xudoga. Jizzax viloyati axborot xizmati rahbari ham shu yerda mana hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bo'lsa-ki Jizzaxda qalay qabul qilishdi buni simulyatorlar? Birinchi navbatda mana shu aholi ko'p bilan joyga borib ishlatdik shu narsani. Yo'lda o'tgan haydovchilar ham o'zlari qiziqish bilan to'xtab, albatta xavfsizlik kamari qay darajada insonni saqlab qolishini o'zlari boshlaridan to'g'ridan-to'g'ri o'tkazishdi. O'rtoqlar, biz mana simulyatorga chiqyapmiz, lekin sal ozgina hayajon bor. Ushbu simulyatorni nafaqat poytaxtimizda, balkim respublikamizning barcha tumanlarida simulyator olib borib, namoyishini xalqimizga, haydovchilarimizga ko'rsatamiz. Tayyormisiz? Terlab ketdim shu. Ana. Sizlar uchun o'rtoqlar faqatgina. Voy. Ko'rib turibsizlar o'rtoqlar. Voy. Voy. Skochib ketdi. Voy. Xavfsizlik kamari ko'ryapsizlar o'rtoqlar, o'sha vaqt xavfsizlik kamari. 360 gradus aylantirdi. O'rtoqlar, 360 gradus. Voy. Ana. Voy. Mana o'rtoqlar, nima uchun kerak? Endi borib umrbod yechmayman xavfsizlik kamarini. Bunaqa hissiyot bor-ku. O'rtoqlar, xavfsizlik kamaridan foydalaninglar 100%. Ishoninglar. Oddiy misol 360 gradus aylantirganda qanaqa hozir odamning ichida bor-ku, nimalar o'tib ketmadi hozir. Tushmasam bo'lmaydi. Bo'ldimi? Tushsam bo'ladimi? Taassurotlarni bilmayman-ku. Nima deydi? Hali bu simulyator, hali oddiy holatda bunaqa faraz qiling endi jonli. Ishoning, o'zim ham yolg'on gapirmayman, ora-orada bir magazinga chiqsam taqmasdim. Endi boru aka 1 metr qaydasam taqaman. Qog'oz beringlar, suv bilan sal boshqacha bo'lar ekan bu. O'rtoqlar bor-ku. Hali bitta 360 gradusda aylantirganda odam qo'rqdi bor-ku. Assalomu alaykum. Qalaysiz, o'zingiz charchamayapsizmi? Ko'rdingizmi chetdan turib? Nima bo'ldi? 360 Aylandi. Bu xavfsizlik kamarini foydalanmasa, oqibatlarini ko'rsatadi mana shu simulyator. His qilib ko'rasizmi o'zingiz? Keling, qo'rqmaysizmi? Keling. Bo'ldi. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, fuqarolar ham his-tuyg'ularni o'zlari gapirib beradilar. Yolg'on qo'shmasdan to'g'risini aytasiz, xo'pmi? Agar mana shu yerda xavfsizlik kamari bo'lmasin, avtomashinaning ichida qo'shilib aylanib, haqiqiy avariya bo'lganda laboy yorilib chiqib ketib, o'lim bilan bog'liq avtohalokat sodir bo'lishi tezligi katta bo'lsa, albatta. Kamar ushlab turibdi. Kamar ushlab turibdi, faqat bo'ldi. Ijtimoiy tarmoq orqali bu videoni ko'rayotganlar ham o'zini badanida, o'zini tanasida his Qiladi o'sha narsani. Xavfsizlik kamari o'zi kerakli narsa ekan. Faqat shu radarlar uchun emas, o'zimiz uchun ham ancha kerak. Haydovchilar gavjum joyda borib, vodiy pitakka boramiz, o'sha yerda haydovchilarning fikrini va ularning emotsiyasini tekshirib ko'ramiz.